Maktab vaqti bo'ldi. Turasanmi yoki yo'qmi? Tushunursan. Maktab. Mayli, bor yo'q 3 yil qoldi. Keyin esa bir gap bo'lar. Turyapman hozir. Mana bu boshqa gap. Tushunursan. Okey. Maktab. Hech bo'lmasa 2-sentyabr, chunki 1-sentyabrda lineykada turishni umuman yoqtirmayman. Bu yil ham avvalgi bo'lmasligi uchun balki meni yordamimni qabul qilarsan, nima deysan? Javobni oxir oldindan bilasan. Nima qilasan har safar so'rab? O'zlari biladilar. Men shunchaki taklif qildim xolos. Har doimgidek. Sizlar esa kanalga obuna bo'linglar. Chinurgir maktab. Hech bo'lmasa 2-sentyabr. Boya aytgandek Chinurgir lineykada turishga to'g'ri kelmaydi oftobda. Xo'sh, kitoblar joyida nima kiysam ekan? Mana shu kostyum bo'ladi. Ajoyib. Bu bo'ldi, narsalarni yashirib endi otlansam ham bo'ladi bu Chinurgir maktabga. Okey, dada, men maktabga ketdim. Qaytib kelma iloji boricha, kechgacha. Tushunursan. Ajoyib. Omad tilasa ham bo'lardi. Mayli. Tak, endi avtobus kutish kerak hali yana. Tushunursan. Asnovkani yana qizilligilar bo'lishgan. Gap bo'lishim emas. Kun ajoyib boshlandi. Shohruh qalaysan? Javohir, salom. Salom. Nima qilyapsan? Avtobus kutyapsanmi? Ha, xuddi shunday. Yur, undan ko'ra piyoda boramiz. Men boshqa shaharga ketaman. Boshqa shaharga? Ha, boshqa maktabga o'tdim. Tushunursan. Qo'yil. Ha, katta rahmat. O'zing nima yangiliklar? Yangilik yo'q. Mana boryapman 2-sentyabrdan har doimdek. Ajoyib. Tushunursan. Havoni issiqda. Men esa umuman avtobusda 1 soat yurishim kerak. Xuddi shunday. Balki shunchaki piyoda yetib borsamgina avtobus kelishini kutguncha. Shunday qilsang, menimcha tezroq yetib borgan bo'larding. To'g'raysan. Bo'pti, unda men ketdim. Mayli, omad senga ham. Ajoyib. Endi piyoda borishga to'g'ri keladi. Hatto vaqtni tejab qolaman. Balki hech bo'lmasa yetib borganimizcha boshqaruvni menga berarsan, nima deysan? Tushingni suvga boshqaruvni berarmishman. Borib, bilmadim, sehr jodu qil. Sehr jodu juda ham kulgili. Axir bilasan, sehr jodu yo'q, lekin men borman. Borsan. Sen shunchaki xayolimdasan va umuman mavjud emassan. Mavjud emasman. Axir mavjudligimga bir necha marta o'zing amin bo'lgansan. Okey, amin bo'lganman. Ishonaman xayolimdan tashqarida mavjud ekaningga. Mana ajoyib g'oyib bo'ldi. Boshimni og'ritmasligim kerak va iloji boricha kamroq kompyuterda o'ynasam, balki batamom g'oyib bo'lar. Hatto menimcha rostdan ham mavjudchan. Mayli bo'ldi. Xo'sh, ham tushunursan, telefon qolib ketibdi. Yo-mayo. Shunchalik aqlli bo'lsang eslashing kerak edi. Telefon qolib ketdi desa, tushunursan. Hozirjani tushunursan, Jamolni o'chirib qolsam kerak. Shuning uchun ham mendan yordam so'ra. Yordam so'rab bo'libman sendan. Bo'ldi. Ajoyib, tushunursan. Javohir, seni anchadan beri ko'rmagandim. 3 oy bo'ldi-ya ko'rishmaganimizga. Xuddi shunday. Senga ham salom, Jamol. Alik. Seni ancha sog'inib qolgandim. Bo'pti. Mayli. Ajoyib. Ko'rishganimizdan xursandman. Men esa rostini aytsam unchalik xursand emasman. Bilib turibman. Chunki seni qiladigan ishlaring nima deyishni bilmayman. Bilmaysan. Bu yo'lindan ham battar bo'ladi, shuni bilib qo'y. Mayli, bo'pti. Senga balki insof berib qolar. Balki bu yil omading kelar va hammasi avvalgidek bo'lmas. Umid qilamanki shunday bo'ladi. Hatto seni bilaman. Tushunursan. Ishongim kelmaydi. Bu ahmoq bilan qachonlardir eng qalin do'stlar bo'lganman. Keyin esa tushunursan. Mayli. 1-soat menimcha tarix edi. Javohir, nimaga kech qolding? Kecha ham kelmaganding, lineykada seni ko'rmadim. Shunchaki biroz topim yo'q edi. Bo'pti. Joyingga o'tir. Bugungi mavzuyimiz 2-jahon urushi. Ajoyib, 2-jahon urushi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p gapirmasdan joyingga o'tir. Akmal, salom. Kel o'tir. Hozir. Tushunarsan, yana shu o'qituvchimi? Afsuski shunday. Pensiyaga chiqib keta qolsa bo'lmasmikan? Saksonga borib qolgandir. Bo'lishi mumkin. Menimcha Saksondan ham baland. Javohir. Nima bo'ldi? Pastdan Jamol chaqirib kel. Axir sen oxirgi bo'lib kirding. Men kelganimda o'sha yerda yurgandi. Men chaqirishim shartmi? Albatta, sen aytdim shekilli, chunki oxirgi bo'lib kelding darsga. Tushunursan, lekin mendan keyin baribir ham Jamol bor-ku. Uni chaqirishga odam yo'q, shuning uchun ham bo'la qol. Tushunursan. Tushunarli. Oxirgi bo'lib keldim darsga. Bo'pti, boryapman. Tezroq. Xo'p. Tushunursan, qayerda qoldi endi? Ishonchim komilki, hozir borganda pastda bo'lmaydi va butun maktab bo'ylab qidirishga to'g'ri keladi. Yigitlar, Jamolni ko'rmadinglarmi? Hojatxonaga chiqib ketgandi. Hojatxonaga? 2-qavatga. Tushunarli, rahmat. Tushunursan, endi hojatxonaga buni orqasidan borish kerak. Ajoyib. 2-kundan unchalik ham yaxshi boshlanmadi. Gap yo'q. Yo-mayo. Jamol shu yerdamisan? Jamol.
Xullas seni ustoz chaqirayotganda qaysi kabinadasan? Bu ma'lumotni senga nima keragi bor? Shunchaki aniqlashtirish uchun. Hozir. Qaysi ustoz chaqiryapti o'zi? Tarix ustoz. Jin ursin. Kelman deb qo'ysang bo'lmasmidi? Shunchaki seni ko'rgan ekan pastda, shunga chaqirdi. Jin ursin. Qayoqqa ketyapsan? Nima edi? Sinf bu tarafda. Nima? Mana sinf. Hozir ketdik. Jin ursin, yomon ko'raman shu odamni. Men ham. Assalomu alaykum. Jamolbek, sizni ko'radigan kunimiz ham bor ekan-ku, ha? Ha, bor. Yaxshi o'tiringlar. Bugungi mavzuyimiz Ikkinchi jahon urushi. Hamma sinfda ekan, boshqalar kelmasa bo'pti, darsni boshlaymiz. Kitobni 13-varog'ini ochinglar. Undan avval kirish, bizga bunaqangi uzun kirishni qizig'i yo'q. Tushunursin. Va konspekt Bo'ldi, qil. qilishni boshlaylar. Keyinroq hammasini o'zim Qisib o'tira tushuntirib olmayman. beraman mavzuni. Yo-mayo. Bo'ldi qil. Tushunursin, hali ham beribsan darsga. Voy, nimalar bo'lyapti bu yerda? O'rningdan tur, Javohir. Ha, ustoz, nima bo'lyapti? Jamol snayperlik qilib menga o'tyapti hozir Yo'q, bo'layapti. qaldayapti. Jamol, seni bilaman, aldama. Ha, shunchaki hazillashdim. Hazillashma. Nima, biz bu yerda maymun o'ynatyapmizmi hazillashsin yoki sirkdamizmi? Kechiring ustoz. Chiqib ket. Hech narsani eshitishni qolmaydi. Sen ham. Men nima qildim? Chiqib ketinglar ikkovinglar ham. Lekin ustoz axir men indamay o'tirgandim. Yur, ketdik. Tushunursan. Tezroq va darsni sizlarni ikkinchi ko'rmay. Yil bo'yi. Xo'p bo'ladi. Yil bo'yi darsga kirmaslik menimcha yaxshi. Javohir, quloq sol. Chaqimchilik qilish shartmidi? Tushunmayapman yoki nima bo'ldi senga hayronman. Shunchaki qiliqlaring menga yoqmadi. Axir darsga yaliq beryapsan. Yana kamiga sevimli mavzuyim. Shunaqami? Hali yoqmay qoldimi qiliqlarim? Shunaqa deng, tushunarli. Xo'sh, nima deysan? Nima deyman? Tushunarli. Tiling chiqib qolibdi-da. Ha, 3 oyda hammasini unutibsan-da. Hech qisi yo'q. Eslatib qo'yishim mumkin. Tushunursin. Aqldan ozganmisan? Yo'q, o'qigligim qon bo'ldi. Bu endi mening muammoyim emas. Tushunursin. Ahmoq. Hali bu boshlanishi. Borgan sari vahshiylashib ketyapti. Axir unga hech narsa qilganim yo'q. Hali ham o'sha eski narsalarni eslab, menda yo'q. Hali mendan xafa bo'lib yuribdi. Tushunursin. Men senga nima degandim? Mendan yordam so'rashing kerak. Hech qachon. Yordam evaziga nima olishingni bilaman. Shunaqami? Axir unchalik ham qiyin emas. Yo'q. Ruhiyatimni bir bo'lagidan ayrilishni istamayman. Shunaqami? Mayli unda qiynalib yuraver. Seni xo'rlashsin. Yana ozgina xo'rlansa, menimcha o'zing yonimga kelasan. Yo'q. Unday bo'lmaydi. Men chidayman. Bor yo'g'i 3 yil qoldi. 3 yil. Va umuman ahmoq bo'lganim bilan kelishsa bo'ladi. Shunday deb o'ylayver. Hali hammasi oldinda. Meni yonimga yordam so'rab kelganingda gaplashamiz. Sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Tushunursin, noqulay bo'ladigan bo'ldi. Na telefonni, na pulni olib chiqqanman. Tushunursin, ana vahmoqlarim shu yerda. Xo'sh. Eng arzoni qaysi edi? Tak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hot-dog olsam bo'ladimi? Ha, albatta. Faqatgina pulim qolib ketganda ertaga olib kelsam bo'ladimi? Puling yo'qmi? Ha, yo'q, bor. Shunchaki qolib ketibdi. Bu yigitni taniysanmi? Ha, beravering. Bo'pti. Olishim mumkin. Esingdan chiqib ketib qolmasin, ha? Yo'q, ertaga olib kelib beraman. Bo'pti. Yoqimli ishtaqa, rahmat. Hot-doglar, bu yoqqa yur, gap bor. Xo'p, qanaqangi gap? Xullas, hot-doglarni bu yoqqa qol. Nima uchun? Aqldan ozganmisan? Bu chaqimchilik uchun nima desam ekan? To'lov desa ham bo'ladi. To'lov? Axir men shundoq ham urding, basharamga bir qara. Bu shunchaki o'z fikringni bildirib, menga gap qaytarganing uchun. Nima? Tushunursan, hot-dog xohlaysanmi? Unda sotib olish ilojim bo'lganda sendan tortib olib o'tirmasdim. Shunaqami? Tushunarli. Hammasini tushundim. Demak, hot-dog xohlaysan. Ha, tezroq. Agar bersang, tirik qolasan. Tushunursan, ovqat uchun o'ldirishga tayyormisan hali? Mayli, unda mana olishing mumkin. Mazza qilib yeb ol. Mana bu boshqa gap. Ertaga ham sendan hot-dog kutaman. Ertaga ham? Ha, aks holda bu yerdan nima desam, yo'lasiz bu yoqdan to'yog'ingni ish qiladi. Tushunarli. Rostlam hazidan oshib ketyapti. Jin ursin. Mayli, biror nima o'ylab toparman. Tak. Endi och qoladigan bo'ldim. Yana 2 soat bor va 2 soat qornim och o'tirishimga to'g'ri keladi. Mayli.
Hechqisi yo'q. Xo'sh, keyingi dars nima edi? Tak, lekin qanaqangi dars axir? Axir men shunchaki uxlashyapti. Men esa Max. Javohir, salom. Salom. Qayerga yuvib ketganding? Men shunchaki boshqa maktabga o'tdim. Boshqa maktabga? Ha, tushunarli. Sport uchun maxsus maktab. Gap bo'lishimga emas, zo'r. Ha, to'g'ri. Yuzingga nima qildi? Ha, yuzim ixlos. Har doimgidek. Jamol, tushunarsiz, meni boshini yorib tashlagan bo'lardim, lekin bilasan-ku, men sportchiman, bunday ishlarni qila olmayman. Birdaniga sportdan ketishim to'g'ri keladi. Ha, tushunaman. Va umuman seni so'ramagandim, meni tarafimni ochding. Shunchaki aytib qo'ydim-da, mendan xafa bo'lib yurma deb. Yo'q. Aytgancha, nimaga pastda ovqatlanmayapsan? Shunchaki chinarligini va ahmoq. Xodoklarim tortib oldi. Nima? Tushunursan. Mana pechenyelardan ol. Yo'q, shart emas. Lekin Shunchaki ola qol, aqli yoqtirasan men pishirgan pechenyelarni. Ha, katta rahmat. Bo'pti, shoshyapman. Ha, ajoyib. Tushunursan. Balki bunday yordam so'raganim bilan baribir yordam bera olmasdi, chunki kimdir yordam so'rash haqida gapirganday bo'ldimi? Jin ursin, tinch qo'yasanmi yo'qmi? Axir o'zing yordam haqida gapirding, mendan yordam so'ra. Yo'q, sendan undan ko'ra o'lganim yaxshi. Bo'pti, tushunarli. Ha, mayli. Men bilasanmi, shunchaki seni xo'rlanishingni ko'rishni istamas edim, lekin mayli. Bularning hammasi o'z tanloving. Ha, bo'ldi, endi yo'qol. Jin ursin. Balki yo'q, o'ylamash kerak. Bu ahmoq. Chindan yordam so'rasam, keyinchalik juda ham katta narsalarni talab qilishi mumkin. Shuning uchun ham yaxshisi yo'q. Pechenyelar ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Hozir tanovul qilib olaman, hatto kayfiyatimni rasvo qilishdi. Shunchaki qochaman darsdan. Ha, menga umuman farqi yo'q. O'qituvchilar urishadimi, direktor chaqiradimi? Shunchaki hozir uyga ketgim kelyapti. Ha. Jonajon, nihoyat yetib keldim. Endi bemalol dam olsam ham bo'ladi. Ajoyib. Aytgancha, Javohir, nima bo'ldi basharangga? Urishdimi? Tushunarli. Nima? Urushdi deysizmi? Sizga farqi yo'qmi? Yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q. Nima deyishni ham bilmay qoldim. Farqi yo'q ekan. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunchaki tushunursan. Hozir yuragim ushlab qoladi, kravatimga boshqa chiqma. Qanchalik achinarli holat, hattoki dadasiga ham kerak emas, lekin menga sen keraksan, do'stim, biz. Nima desam ekan, qiyomatgacha do'stlarmiz, shuni bilib qo'y, tushunursan. Bilasanmi, men sen bilan do'st bo'lishni istamayman. Bir o'ylab ko'r, men axir seni yagona chin do'stingman, na Max, na boshqasi senga do'st bo'la olmaydi, faqatgina men. Undan tashqari telefoningni bir ko'r, senga qo'ng'iroq qilishdi. Hozir ko'raman. Xo'sh. Oppa. Nima? Jamoldan qo'ng'iroq? Xabarim yozib yuribdi. Menga yordam kerak. Qaytib qo'ng'iroq qil deb. Tushunursan. Qo'yil, hozir ko'ramiz. Ertaga nima degan? Ertaga uyingiz yonidagi tashlandiq binoga kel. Nima? Tashlandiq binoda mendan nima xohlar ekan? Balki butun sinf ham bo'lar ekan. Tushunursan. Balki qandaydir nima deyishni bilmay qoldim, lekin mening chaqirishganini o'zi qandaydir mo'jiza desa ham bo'ladi. Ajoyib. U yerga borishim kerak. Balki meni uzr so'ramoqchidir va nihoyat nima desam ekan, haddan ortiq menga ta'sir o'tkazayotganini tushungandir. Shunday bo'lgan bo'lsa zo'r bo'lardi. Tura qol, mendan yordam so'ra. Yomon emas. Bugun boshqacha kun. Balki bugun hammasi o'zgarar. Ha, sezib turibman. Bugun o'zida hayotim o'zgaradi, tushunarsan, yana navlar. Tushunmadim, hozir qizlar yig'ilib o'tiribdimi? Voy, Shohrux. Salom. Nima qizlar tarafiga qarayapsanmi? Va umuman bugun boshqa joyda turibsan? Shunchaki nima hech qisi yo'q, hech narsa. Bo'pti, mayli. Tushunaman. Xullas men ketyapman. Qayoqqa? Ishim bor, hammasini kechroq aytib yuboraman, xo'pmi? Xo'p, sen esa yana oстановkaga borib o'tirma. Yo'q, nima deyapsan? Bugun hayotim o'zgaradi. O'zgaradi, lekin sen kutgandek emas. Boshqa tushish kerak bo'lgan narsalarni bilganda edi. Ha, sizlar esa kanalga obuna bo'linglar, aks qoldi. Juda ham qattiq xafa bo'laman. Yetib keldim. Hayajon bo'syapti. Hech qisi yo'q. Salom hammaga. Axir mana bu bizning chaqimchi. Aytgancha senga qizil rang juda ham yarashar ekan. Yo'q. Ha,
Senga yoqqanidan xursandman. Hozir vash rangni ham qizil rangga bejaganimizda ko'ramiz. Qani, komplekt holatda ham yarasharmikin? Tushunmadim, nima uchun? Chaqimchiliging uchun. Lekin Pekinni yo'q, Javohir, bilasanmi? Sening chaqimchiligingni ana va ahmoq ustoz aytib beribdi. Dadamga endi menga bir oy davomida na kompyuter, na telefon, na internetga dostуп bor, shuni tushunyapsanmi? Men ularga teginishim mumkin emas. kechir, men istamagandim. Istamaganding. Bilasanmi, men ham bunday bo'lishini istamagandim. Balki bu yil tinchroq o'tar degandim, lekin o'zing hammasini shunga olib kelding va endi nima desamikin, holingga maymunlar yig'laydi. Shoshma, dadang bilan gaplashishim mumkin, hammasini tushuntirib beraman. Yo'q. Ma! Tushunursan. Lekin Jamol, balki gaplashib olarmiz. Yo'q, gaplashmaymiz. Ana mendan ko'rasan. Axir senga aytgandim. Mendan yordam so'rash kerak edi. Bular hammasi nima desam ekan? Ta'riflashga shunchaki, hattoki meni ham tilim ojiz. Tushundim. Bo'ldi, yetadi, ustimdan kulash. Qilganim yo'q ustingdan ahmoq. Men senga shunchaki nima desam ekan? Qasos olishni maslahat beraman. Qasos. Shunchaki meni qabul qil va hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri aytasan. Bularning hammasi jonimga tegdi. Men seni qabul qilishga tayyorman. Yo'q, ha. Ishonching komilmi, bilasan-a? Bilaman. Sekin kechirsan. Hech qisi yo'q. Bo'pti. Da, uyga ketdik. Vaqt keldi. Ha, vaqt keldi. Boshlaymizmi? Albatta, agar tayyor bo'lsang ketdik. Qayoqda? Hammomda. Hozir biz ruh holatidamiz va bir butunga aylanishimiz mumkin. Batamomiga. Qani, boshladik. Xo'sh, nima bo'ldi? Hech narsa sezmadim. Hammasi shunday bo'lishi kerak. Yo'q-e. Hech narsam o'zgarmadi. Stop, ko'zim. Xo'sh, yaxshimi? Ha, aytgancha hech qayerim og'rimay qoldi. Albatta, bu hammasi meni karomatim. Tushunsin, qoyil. Ketdikmi? Ha, faqatgina eshikdan chiqqanimizdan keyin boshqaruvni men o'z qo'limga olaman. Tanangni men boshqaraman. Xo'p, tushundim hammasini. Jo'yib, endi esa bo'la qol. Qizil kiyim kiy. Qizil kiyim? Ha, menga qizil futbolka juda ham yoqdi. Yarashar ekan rostdan va endi tana meniki ekan, seniki emas. Ha, ko'chaga chiqqanimizda meniki, shuning uchun ham qizil kiy. Yomon emas, shundaymi? Ha, ajoyib. Bo'pti, ketdik, shoshma. Narsalarchi? Aytgancha to'g'ri narsalarni ham olish kerak. Jo'yib, endi men sen bilan 24 ga 7 birga bo'laman va vaqti kelganda boshqaraman, vaqti kelganda nima deyishni aytib turaman. Xo'p, bo'ladi, tushundim. Bo'ldi, ketdikmi? Ha, ketdik. Ajoyib. Aytgancha nimaga har safar ovozing har xil? Qancha yildan beri birga eshitsak ham hayronman. Birorta ham aniq ovozingni eslab qolmaganman. Shunchaki tushunishing qiyin. Okey. Boshqaruvni o'z qo'lingga olasanmi? Olaman. Eshikni och. Olg'a, ketdi. Nima bo'ldi? Stop, nimaga boshqara olmayapman? Chunki endi boshqaruvda menman, shturvalni menga berding. Tushunursin, gap bo'lishi mumkin emas. Ha, to'g'ri aytasan. Xo'sh, ajoyib. Endi men Javohirman. Ha, sen esa Jan. Juda ham kulgili. Bo'pti. Ana ular. Voy, qanjiqlar, bu yerdan qochinglarchi. Senlarga aytyapman. Tez bu yerdan. Tiyyorlarni chiqillatinglar. Avtobus ostanovkasi qurolli kelyapti. Qani, joyini bo'shatinglarchi menga. Davay, tezroq soli sochlaringizda bittalab yulaman. Dadalaringizdan ham qo'rqmayman. Tushunursan. Aynan shunday bo'ladi. Nihoyat soyada o'tirish mumkin. Bu nimasi, Javohir? Aqldan o'zgamsan, nimaga qizlarni haydab yubording? Sen ham qoch. Nima? Sen ham qanjiqsan, bu yerdan ket. Lekin nima uchun? Ket degandan keyin ket. Menimcha bu ortiqcha emas, yo'qol. Lekin nima uchun? Nima? Tezroq so'r bu yerdan, aks holda hozir oyoqlaringni sindirib olaman. Xo'p, shunda. Aqldan ozgan. Menga boshqa yozma. Tushunursan, qayerdan bilganga ahmoq. Do'stlarni topasan, hayronman. Shunchaki sen meni qayerdan topgan bo'lsang, men ham ularni juda ham kulgili hazil bo'ldi va umuman nimaga bu yerni bo'shatdik? Baribir ham yugurmoqchiman, chunki buni orzu qilardim. Haqiqiy tanada yugurishni. Gap bo'lishi mumkin emas. Hayot bir ham go'zalki, lekin hayronman, nimaga bunaqangi go'zal narsalarni ko'ra olmaysan? Javohir. Maktabga ham nihoyat yetib keldik. Nima qilamiz endi? Hozir agar anavi Jamol chiqib qolsa, postagini qoqib tashlayman, senga aytsam. Menimcha tegmaganing ma'qul. Boshqaruv menda hech narsadan qo'rqma. Mana o'zi ham o'tiribdi. Javohir, bu yoqqa qarab yubor. Men va men yigitlarga nazarda ish qilib ber. Parsholnaq. Nima? Tushunmadim. Parsholnaq deyapman. Nima? Hoy, bu yoqqa kel. Tushunmadim. Nima, senga kechagisi yetmadimi, Shunaqami? Menimcha senga anchadan beri yetmayapti. Shoshmanglar yigitlar. Mayli, bo'pti. Hisobga o'tadi. Mayli. Lekin
Bu hali bilmadim. Nima bo'ldi? O'zingga ishonib yuboribsan. Hali ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Ko'rdingmi? Qanaqasiga mana bu ahmoqlarni jazolash kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Tushunmadim, nima qilyapsan? Hech narsa. O'ziga ishonib yoribdi. Hech qisi yo'q, hali ko'radi. Postagini qoqib tashlayman. Shunchaki ozgina vaqt kerak. Menda yomon xabar bor. Qanaqangi xabar? Bizni kimdir kuzatib kelyapti va eslaysanmi, koridorda ko'rishib qolgandik kapishonli yigit bilan. Ana shu. Va bu menga yoqmayapti. Qo'rqasanmi? Yo'q. Notanish o'quvchi nima qilmoqchi? Jamolni qanday rejasi bor? Shu va boshqa ko'plab savollarga keyingi qismda javob topamiz. Javoblarni topish uchun esa kanalga obuna bo'linglar va albatta like tugmasini bosib qo'yinglar. Ungacha esa xayr.